Hozir men o'tmishdan resurs olishingiz mumkin bo'lgan nuqtani bermoqchiman. Yozdim. Menga resurs olishim mumkin bo'lgan, suyanishim mumkin bo'lgan obrazda berding. Ko'zlaringiz yumilgan, o'zingizni bo'sh qo'yyapsiz va oningizni bor kuchini so'rib olyapsiz. Assalomu alaykum. Tonggi marafonimizni bugun so'nggi kuni. Qanday anglashlar bor? Qanday his qilasizlar o'zingizlarda? Nima deydi? Чего стоило мне deydi-ku. Qanday ertalab turib chiqqanimni tasavvur qilolmaysizlar deydi. Unga qancha anaqa mehnat sarflaganim. Chunki juda kech uxlaydigan odamman. Biz hamma nimalarimiz kechqurun, treninglarimiz kechqurun. Sizlar tufayli tong go'zalliklarini ko'rdim men ham. Siz ongingizni boshqargan bo'lsangiz, sizlarning yordamingizda men tongni ko'rib oldim go'zalliklarini. Shurvanikini o'qib turaman. Endi men boshqacha yashashni boshladim. Marafon menga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Asosiy maqsadimiz o'zi shu edi. Sizning hayotingizda qo'llashingiz mumkin bo'lgan, qarashingiz mumkin bo'lgan tomonlaringizni ko'rsatish edi. O'zingizni bo'sh qo'ying. Bugun yana ham havo mazza. Bizda yomg'ir yog'di kecha. Shunaqa toza havo, namlik yuqori. Yoshartiruvchi, sog'lomlashtiruvchi havo hozir. O'tirgan joyingizni yer bilan ulanishni boshlang. Bu sizga oddiy bo'lib qolsin har doim. Kuchda qudrat his qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga ishonchni, tayanchni his qilmoqchi bo'lsangiz, albatta yer bilan ulaning har doim. Qanday ulanamiz? O'zi bilasizlar, hamma amaliyotlarni ko'rdinglar. Menimcha hammasini tashladim. 3 kunlik, 4 kunligini ovozli tashladim. Ikkitasini video tariqasida tashladim. Mana bugungisi. Tomirlaringizni o'stirasiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, balki ko'p qavatli binoda bo'larsiz, balki samolyotda, poyezdda, mashinada bo'larsiz. Umuman ahamiyati yo'q. Tomiringizni o'stirib, yer bilan ulanayotganingizni tasavvur qilasiz. Tasavvur qiling, hozir yer bilan ulanayotganingizni. Yerni qudratiga, yaratuvchi energiyasiga ulanayotganingizni. Tashqarida o'tirgan bo'lsangiz, bu juda zo'r, oson bo'ladi bunda qilish. Kechalik uni xohlagan joyda qilaverasiz. Oyoqlaringiz tagidan, o'tirgan joyingizdan yer bilan ulanishni boshlang. Tobora yerga o'stirib boring. Men hozir to'nkan ustidaman. Как раз tomirlari juda chuqur ketgan. Daraxt kattaligiga qaraganda. Tasavvur qilaman, mana shu tomirlar bo'ylab ketganini yana ham o'stiraman. Yerni markazigacha. His qiling yer qanchalar kattaligini tomirlaringiz orqali. Siz undan qanchalar kichkinaligingizni his qiling. Hozir ko'zlaringizni yumib, men kichkinaman deng. Ko'zlaringizni yumib, men kichkinaman deng. Sizga sizning hislaringiz muhim. Taningizni tekshiring. Men kichkinaman deganingizda nima hislar kelyapti? Tomirlaringiz o'sgan, yerga yopishib olgansiz. Xohlagancha olyapsiz undan energiya. Tomirlaringiz orqali mahkam shog'al bo'lyapsiz. Hozir men kichkinaman deb ayting o'zingizga, ovoz chiqarib, o'zingiz uchun. Kuzating, tanangizda qanday hislar bo'lyapti? Og'irmi? Qarshilikmi? Xursandchilikmi? Nima hislar kelyapti?
Qo'rquv keldi, deyapti Lola Shurova. Juda yaxshi his qiladi shu qizim. Men yosh bolaga o'xshagandayman. Aha, tak, faol bo'linglar. Qanday his qilyapsiz o'zingizni? Men kichkinaman deng. Taningizni tekshiring. Nima his kelyapti men kichkinaman deganingizda? Taningiz qarshilik qilyaptimi? Kichkina bo'lishni xohlamayapsizmi? Yoki osonmi sizga kichkina bo'lish? Osonmi sizga kichkina bo'lish? Agar qarshilik ko'tarilayotgan bo'lsa, qarshilik qayeringizda ko'tarilyapti tekshiring. Rostini aytmasanglar, men hozir o'zim aytib qo'yaman o'rninglarga. Deyarli yarmingizgina bilaman, nima his qilishingizni. Shuning uchun yaxshi his qilib yozishni boshlang. Men kichkinaman deganingizda nima hislar kelyapti? Men olamda zarraday ko'rinyapman. Zarra bo'lsa ham qudrat bor. Rohatlanyapman. Energiya to'lib, olib o'sgim kelyapti. O'sish, ulg'ayishni juda xohlayapman. Ajoyib. Ko'ksim bilan tomog'imda bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Qarshilik bo'lyapti. Menda erkalik hissi. Kichkina daraxtdek his qildim. Kichkina bo'la olmayapman. Aha. Tak. Qolganlarini yozinglar, chunki bu rosa muhim joylari. So'nggi kun sizga yanayam manfaatli bo'lishini xohlayman. Chunki bizda 1-apreldan coachinglar boshlanadi. Umumiy guruhga sevgimiz bilan bo'lishamiz albatta, lekin bunaqa qilib boshqa bo'lisha olmaymiz shu kunlar. Retritimiz bor, reklamani ko'rgan bo'lsanglar. Coachingimiz bor, shuning uchun davay faol bo'ling, foydalanishga harakat qiling. Qancha faol bo'lsanglar, shuncha uzoqroq qilamiz. Ko'nglim ko'tarilyapti, kekiryapman. Молодец, молодец. Mana уже ancha yaxshi ishlayapsizlar. Ichki qarshilik bo'lyapti. Da. Chuqur nafas olinglar va kuzatinglar. Tak, bizda 30 kishimiz hozir 29 ta отзыв bo'lish kerak bu yoqda. 10 taga yaqinlashdi xolos. Kichkinaligimni tan olib yengillashdim, xuddi keraksiz og'irlikdan ozod bo'lgandek. Aha. Ashurova hayratlanarli yaxshi ishlayapti. Men qarshilik va qo'rquvni his qilyapman. Sharipova, молодец, juda to'g'ri his qilyapsiz. То есть shunaqa bo'lishi tabiiy. Dastlab shunaqa bo'lishi tabiiy. Bizda erkaklar ham bor. Bo'lishing. Shunaqa desangiz nima his qilyapsiz? Ayniqsa erkaklarda menimcha bu yana ham yaqqolroq ko'rinsa kerak. Men kichkinaman deganingizda nima his qilyapsiz? Yig'lagim kelyapti. Молодец, Nargiza, juda ham yaxshi ketyapsiz. O'zimni katta narsani boshqara oladigan knopkadek his qildim. Da. Durdonichka. Sevara, yozavering, ko'ryapman sizkini ham. Prosta e'tibor qiling, kuzating shu holatingizni. Hozir tushuntiraman hammanikini. Ertalabda zo'r energiya bo'lyapti. Yelkamga katta yukni ortib olganimni o'zi kichkinagina jonim bordek his qildim va yukdan xalos bo'ldim. Juda zo'r, Dilafruz, anglashlaringiz juda ajoyib. Tanam og'irlashib ketyapti. Boshim aylanyapti. Men kichkinaman deganim sari tanada titroq bo'lyapti. Hayratlanarli yaxshi ishlayapsizlar. Hayratlanarli. 10% ishonch bor. Menda ko'proq mehr, e'tibor, erkalashlarini xohlayapman. Muxlisa, tu bor desak bo'ladimi? Da? Miyamda taranglik kuchaydi. Chuqur nafas olinglar.
Chuqur nafas olinglar. Men o'zimni yengil his qilyapman, his-tuyg'ularga berildim. Tabiat qo'ynida tez yurishdaman, tabiat qo'ynida. Juda zo'r. Butun e'tiboringiz tanangizda bo'lsa bo'ldi, yurayotganingizda. Boshim og'riyapti. Negadir yig'lagim kelyapti. Bola yoshligida onasini qiynalganini ko'rsa, shunaqa xulosa chiqaradi. Men onamga yordam berishim kerak degan xulosa chiqaradi. Va kichkina joniga katta yukni olishda o'zini hayot dasturi qilib oladi. Tushunyapsizlar-a? O'zini kichkinaligiga rozi bo'la olmaydi. Onaga yordam bermoqchi bo'lgan bola o'zini kichkina his qila olmaydi. O'zini katta his qiladi va hamma joyda mas'uliyat olishga harakat qiladi, boshqarishga harakat qiladi. Yuklarni o'ziga ortishga harakat qiladi. Hammani yukini olishga o'rganib qoladi. Biz o'zimizni kichkina his qila olganimizda biz olamdan ola olamiz. Tasavvur qiling, olamda tog' deb. Siz pastda bo'lganingizda tog'dan sizga ne'matlar oqib kelaveradi. Agar siz o'zingizni katta his qilsangiz, u holatda siz men birovga berishim shart, men qarzdorman degan ongda yashaysiz. Men qarzdorman ongi hamma joyda sizga talab kuchayib ketganini yaratadi. Hamma sizga aytadi. Qil, ber qiladi. Mas'uliyat ol deydi hamma joyda. Siz avtomatik puldan qarzdorga kirasiz. Hamma sizdan mehr kutadi. Siz mehr olmaslikka sharoit yaratib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni men ola olmayman, men faqat bera olaman deb olasiz. Shuning uchun men kichkinaman deganingizda qiynalyapsiz, yig'lagingiz kelyapti, ko'nglingiz ko'tarilyapti, boshingiz og'riyapti, xohlamayapsiz, men hamma yoqni boshqara olaman degan his kelyapti sizda-da. Qarshilik, qo'rquv bo'lyapti. Tiqilyapti. Hozir rozi bo'ling shu holatingizga. Birinchi biz ishimiz rozi bo'la olishlik. Shunaqa. Men shuncha paytdan beri o'zimni katta his qilganman. Men hammaga men berishim kerak deb hisoblaganman. Plus qo'yib yuboringlar. Просто o'zingizda shu narsani ko'ra olganingizga plus qo'ying. Ozoda, hozir shart emas kichkinaligingizni his qilishingiz. Men sizlarga o'zingizlar qaramagan tomoninglarni ko'rsatyapman. Siz ko'rdingiz degani poyezd, mana shu yo'nalishda ketayotgan poyezd, juda katta tezlik bilan ketayotgan poyezd, sekin tezligini kamaytiradi, to'xtaydi, buriladi, keyin boshqa yo'nalishga yuradi. Ya'ni siz sabrli bo'lishingiz kerak. Fikrlash yo'nalishingizni kerakli yo'nalishda ushlashingiz kerak. Shu bilan siz juda katta tezlikda ketayotgan poyezdni sekinlashtirasiz. Bizda hozir 8 oylik coaching o'qiyotganlar, 4-oy kelganlar ham, coaching tugatganlarda ham hali to'xtash, sekinlash, burilish jarayonlari ketyapti. Nimaga bunaqa bo'ladi? 40 yil, 50 yil odam bitta yo'nalishda yurib qolgan bo'lsa, u degani fikringiz shu yo'nalishda yurgan, his qilishingiz shu yo'nalishda yurganda, siz buni juda katta tezlikda ketayotgan poyezdni to'xtatishga qancha ko'p vaqt sarflaysiz, qancha ko'p mehnat sarflaysiz-da. Sekin burasiz to'xtagandan keyin. Tezlik oldirgani yana vaqt kerak bo'ladi. Sizga shu marafonda men o'zingizni kuchingiz borligiga, buni boshqa tomonga yo'naltirish imkoni borligini ko'rsatyapman. Va siz buni ta'mini bilib oldingiz. Nima bo'ladi o'zi bu yoqqa ketsangiz? O'zingiz har doim yashagan yo'nalishingizdan burib qo'ysangiz qanday bo'ladi? Siz buni ta'mini bildingiz. Yengillik bo'lar ekan. Hayot osonlashar ekan. Yuklarni o'zingiz ortib olasiz ekan. E'tibor qilmaysiz ekan. Eng muhim joylardan biri bu tomoningizga e'tibor qilmagansiz. Boshqa yo'nalishga ketayotganingizga e'tibor qilmagansiz. To'g'rirog'i boshqa yo'nalishga bursangiz bo'lishi mumkinligini bilmagansiz. Siz mana tongdan burishni o'rganib oldingiz. Sekin burib, yana ham uni buriluvchanligini oshirib olasiz. Mana plyuslar qo'yishdi. Kichkina ko'chalarda o'ynab yurgan yoshgina qizaloq ko'z o'ngimga keldi-da. Men yoshligimda mas'uliyat yuklamasdi, sen kichkinasan, eplay olmaysan deyishardi-da. Yaxshi aytdingiz, bu tayoqda yana ikkinchi tomoni. Ya'ni bu o'zini hayotini, mas'uliyatini ola olmaslik. O'zini hayotini, mas'uliyatini ola olmaganlar imkon qadar katta ishlardan qochadi. Tushundingizmi? Tayoqda bu yog'i men o'ta kuchliman, men hammaga berishim kerak. Tayoqda bu chekasi, bu men eplay olmayman, menga qiyin.
hammadan kutadi. Eridan kutadi, ota-onasidan kutadi-da. Bu aytadi, mana men beraman hammaga deydi, bu aytadi, hamma menga berish kerak deydi. Biz ishimiz buni o'rtasiga kelib olish. Ya'ni mas'uliyatni olish kerak, olish ma'lum paytlarda, ba'zi paytlarda esa bemalol ruxsat berish, olam sizga berishiga ruxsat berish. Bu tomonda nima minuslari bor? Agar siz o'zingizni men kuchliman, men hamma yoqda hammaga berishim shart, men qarzdorman deganingizda, o'z-o'zidan sizga katta pullar keladi, lekin sizda qarzdorlik hissi kamaymaydi. Natijada katta-katta qarzlar bo'lib qolishi mumkin. Bu hamma narsada tegishli. Biznesda mana bilasizlar, juda katta pul topadiganlar ham bankrot bo'lib qolishi mumkin, katta qarzda bo'lib qolishi mumkin. Hatto men ish boshlagan paytimda, u paytlarda 60 million menimcha kattaroq pul edi. 20-yilda bir erkak kishi kelganda aytyapti, men lotereyadan 60 million yutib oldim deyapti. Hozir 50 million qarzdaman deyapti. U pul men uchun nihoyatda katta edi, men ko'rmagandim unaqa pulni deyapti. Lekin shu pul kelib, men yana 50 million uni sarflab bo'lib, yana 50 million qarzda qolib ketdim. Qanday bo'lib qoldi? Oldin pulim ham yo'q edi, qarzim ham yo'q edi deyapti. Men endi lotereyada pul yutib oldim, qarzim ham shu darajada katta deyapti. Bu aynan shu tomondagilar haqida gapirildi. Endi bu tomondagilar o'zi mustaqil ishlamaydi, ishga chiqishdan qo'rquv bor, katta mas'uliyatlarni olishdan qo'rquv bor. Bu yerda turgan insonni ongi hayotiga faqat kichkina pullarni kirgizadi. Nima degani kichkina pullar? Bu kiyinishga yetadigan, yeyishga yetadigan, prosta o'zingizga sarflashga yetadigan pullar degani. Ya'ni bu joyda bo'lganingizda sizga aytaylik, ishchilarga oylik berish, katta narsalar olish, uy, mashina olish, korxonalar yaratish pullari kelmaydi. Chunki siz bu yerda hammadan kutasiz va sizga o'z-o'zidan kimgadir katta pul berish, katta xaridlar qilish bu yerda ongingiz yo'l qo'ymaydi. Tushunaverdingizlarmi? Buni minusi nima, buni minusi nima? Men poyezdni to'xtata olmadim, kasallik to'xtadi, nima qilishni bilmay turgandim. Rahmat hayot, rahmat Alloh, rahmat ustozlar. Aha. Tan olaman, men shunaqa katta bo'lib olib yashaganman. Berishga majburman ongida yashaganman. Молодец. Lola Shurova juda zo'r. Tan olaman, faqat shunaqa bo'lish mumkin deb bilganman. Hozir bildim, boshqacha ong bilan ham yashasa bo'ladi ekan. Yig'lab oldim negadir. Aha. Hozir o'zinglar haqinglarda qancha narsani bilib olyapsizlar. Bir qo'yinglar, hammadan kutuvchilar, 10 qo'yinglar, hammani mas'uliyatini o'ziga oluvchilar. Agar undan ham bundan ham bor bo'lsa, unda 50% qilib qo'yinglar. Sразу bitta tekshirib olamiz. Qanday holatlar? 10, 50. Aha. Unda ham bundan bo'lib qolasiz-a? 50. Aha. 10. Aha. 10 bu hammadan kutuvchilar. Aha. 50 unda ham bundan ham bo'ladiganlar. 10. Sizni 10 demagan bo'lardim-da. 100 degan bo'lardim. Menda juda ham boshim og'riyapti. Chuqur nafas olinglar. Nimaga oxirgi kunda biz buni kavlab qo'yapmiz? Chunki sizda уже resurs yetarli. Siz o'zingizni qanday yo'naltirishni bilasiz. Ertalabda kerakli yo'nalishga yo'naltirganingizda endi kattalarni qiladigan ishini qilyapmiz. 4 kun kichkinalar qiladigan ishni qildik. Keyin уже kattalar qiladigan ishga o'tishni boshladik. Ongingizni birinchi resursga olib kirib, endi kattalar qarashi mumkin bo'lgan gaplarni gapiryapman oxirgi 3 kunlikda. Yuk olganlar 100 edi. 100. Hammaga men berishim kerak deganlar 100. Ham kutadiganlar, ham hammani oladiganlar 50. Bu yoqqa ham o'tadigan, bu yoqqa ham o'tadiganlar. Aha, Dilafruz. Agar hozir yozmaganingizda o'rningizga yozib qo'ygan bo'lardim. Dilafruzda 100. Sharipovada 100, молодец. Shopolatovada 100, to'g'ri. Menda hammaga beraverib ular qarzdor bo'lib qoldi. Вот, да, Kenjayeva, to'g'ri. Ismi yana esimdan chiqib qoldi. Muhammad 10. Aha. Hozir bildim, tak, buni o'qib mana. Durdona 50. Aha. Vot ko'rib oldinglar, yoshligida bola qanday xulosa chiqarib oladi, buni tushunib oldinglar. Hozir biz kichkina bo'lishni o'rganamiz. Kichkinalarga 10 yozganlar o'zini ustida ishlash kerak. Bu mas'uliyatni, o'zini hayotini mas'uliyatda olishni o'rganish kerak. Bunga mehnat qilasiz, uzoq mehnat qilasiz. Bizda hozir kurslarimizda hayotini mas'uliyatini olmaganlar почти 50% bor. Hozir 70 ta odam o'qib ketgan bo'lsak, shulardan teng yarmi hayotini mas'uliyatini ola olmaganlar. Qolgan teng yarmi
hammaga o'zini javobgar deb hisoblaganlar. Biz ularni bu yoqqa suryapmiz, bularni bu yoqqa suryapmiz. Ya'ni biz bitta dars o'tamiz, bu o'zini xulosasini oladi, bu o'zini xulosasini oladi. Ikkovi ham o'rtaga keladi. Ya'ni biz bergan dars bunga ham yordam beradi mas'uliyat olishga, bundan o'zini olishga ruxsatini shakllantiradi. Menga mumkin degan ruxsatni shakllantiradi. Tak, shuning uchun hurmatli o'nlar, kutamiz sizlarni. Biz birlar, o'nlar kutamiz sizni coachinglarda. 1-apreldan coaching boshlaymiz. Tak. Bilmaganlar diqqatiga, bizda coachinglarda yarim narxidan 1/3dan to'lab o'qish imkoni bor. Qancha pulingiz bo'lsa, shuncha pul to'lab boshlash imkoni bor. Ya'ni biz ko'rgan bo'lsangiz 600 mingda shundoq to'lang bo'ldi demaymiz. Insonlar holatiga qaraymiz. To'liq to'lasangiz yana ham zo'r, bu mas'uliyatni yaxshi zo'r olyapsiz degani. Imkoningiz yo'q bo'lsa, biz imkon beramiz. Har qanaqa holatda ham ishlashinglar tarafdorimiz. Bundan tashqari biz menimcha 8 ta treningni bepul qo'yib qo'yganman. Bizda qalb ochish bor, minnatdorlik kursi bor, ayollik sehri bor, ona terapiya bor. YouTube'ga qo'yib qo'yganman ona terapiyani. Translyatsiya degan joyini ko'rsanglar chiqadi. Jonli efir degan joyini. Bizda rivoj kursi bor, menimcha qo'yganmiz. Qalb ochishda aytdimmi? Shunaqa bizda 8 ta kurs bor. Biz administratorlarimiz izlab yana tashlab qo'yishadi. Agar puli yo'q, imkoniyati yo'qlar ham o'zini ustida ishlashi uchun va o'zini bu yoqqa surishi uchun. Bu yoqda siz o'zingiz hayotingiz mas'uliyatini ola olmaysiz, lekin hammanikini olishga urinasiz. Bu yoqda o'zingiz hech kimnikini olmaysiz va bola pozitsiyasida yashashga o'rganib qolasiz. Bizda даже hozir 60-70 yoshli bola pozitsiyasida qolganlar bor. Buni erkin tan oladigan, ko'ra oladigan holatga kelib bo'lishdi. Demak, hozir siz bilan olishni shakllantiramiz. Ya'ni bu olish gрамотный olish. Ko'zlaringiz yuming. Yer bilan birlashayotganingizni his qiling. Hozir 1% bo'lsa ham kichkinarayotganingizni his qiling. Xuddiki siz kichkinasiz va yer sizga bera oladi. Yerda bu imkoniyat bor, berish imkoniyati bor. His qiling. Yerdan olayotganingizni, erkin olayotganingizni his qiling. Yana qarshilikka uchraganlar, hozir ro'paringizda onangizni tasavvur qiling. Onangizni qaysi obrazi sizga kelsa, bu to'g'ri. Qaysi obrazi kelsa, bu to'g'ri. Onangizni tasavvur qiling. Onangiz oldida tobora kichrayib borayotganingizni his qiling. Kichkinagina bola bo'lib qolayotganingizni qiling. Kichkina bola bo'lib qolayotganingizni. Xohlagan yoshingizni xayolingizga keltiring. 2 yosh, 1 yosh, 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh. Menimcha 5 gacha o'zi yaxshi. Bizni yoshligimizga 5 gacha tasavvur qilish yaxshi. Tak, 5 gacha tasavvur qiling. Onangizni ro'parasida turganingizni his qiling. Sizga obraz keladi, bugungi onangiz emas, yoshligingizda qandaydir obrazi keladi. Qalb ochishni ham eshitdim. Hozir ko'zinglarni ochib, necha yoshligingizni tasavvur qildingiz, yozib yuboring. Men hozir shu yerda bilib turing, sizda nima jarayonlar ketayotganini. Necha yoshligingizni tasavvur qildingiz? Onangizni tasavvur qilyapsiz va yonida kichkinagina o'zingizni tasavvur qilyapsiz. O'zingizni kichkinada his qilyapsiz. Necha yosh? Internetim bitta telefonimda yaxshi ishlamayapti. To'g'rilab olaman. Shamolda 5 yoshman, onam tandirdan non yopyapti. Og'riqni sezyapman, yig'lab yubordim. Juda yaxshi bu tozalanish. Qochmaymiz. Yig'lagingiz kelsa, yig'lam bajaravering. 3 yosh, 7 yosh. Sal Ravshanovna, sal yana ham kichikroqligingizni tasavvur qiling. Ozgina. 6 yosh hech bo'lmaganda. 3 yosh, 4 yosh, 3 yosh, 4-5 yosh, 4-5 yoshligim, 3 yosh.
1 yoshligimni onamni yosh, go'zal qo'lida men borligimni juda zo'r Dilafruz, juda zo'r. Men emaklayapman. Bo'laveradi. Emaklayotganlar ham вообще zo'r. Qancha kichikroq his qilsangiz, shuncha yaxshi. Chunki, meni hozir o'g'lim 11 ga kiradi bu yil, lekin shunaqa o'zini bemalol oladigan unaqa ruxsati juda kuchli. O'g'lim 11 yoshda ham bemalol ola olishini his qiladi-da. Bizni yoshligimizda unaqa bo'lmagan, biz erta katta bo'lganlardanmiz. Shuning uchun kichikroq yoshingizni tasavvur qilmasangiz bo'lmaydi. 3 yosh, 2 yosh shunaqa tasavvur qiling. Meni esimga shunaqa obraz keladi. Men kichkinaman, menimcha onam homilador singlim bilan, demak meni yoshim taxminan 4larda. Onam mana shuncha qozonchasi, kichkina qozonchasi bor-da. Haliginaqa gulvatani eritib, qozonda to'ldirib, mazza qilib ikkovimiz yeb o'tiribmiz-da. Shu obraz keldi hozir. Примерно shunaqa yoshda tasavvur qilinglar. Onam ish ko'pligidan yugurib yuribdilar, menga qarashga vaqtlari yo'q. Inobatga va davay yana ham kichikroq qilasiz o'zingiz, чтоб men hozir aytgandaqa obraz sizga kelsin. Shunaqa xotirjam nuqtani topib olinglar o'tmishdan. Xotirjam nuqtangizni toping. Nimadir qilayotganingiz, mana menga rosa yoqdi Dilafruz yozgani, onamni qo'lidaman. Onam rosa chiroyli bir yosh paytim deyapti. Xuddi shunaqa tasavvur kelsin. O'tmishingizda suyanishingiz mumkin bo'lgan nuqtani toping. 6 yosh onam menga alifbe o'rgatyaptilar. Aha. Ravshanovna, keling yanayam majburiyatsiz holatda topasiz. Ya'ni o'qishni o'rganish bu bola uchun stress. Siz hozir stressda suyana olmaysiz. Tayanch nuqtani o'tmishda topa olmaysiz. Bizga hozir shunaqa tayanch nuqta kerak. Shunaqa obraz kerak. Tasavvur qiling. Просто dasturxon ustida o'tirganingizni tasavvur qiling. Yoki sizga yetalab ketayotgani, yo morojno berayotganida. Onam meni olib tishlab olganlar. Vot, Zaripova, молодец, juda zo'r obraz. Davay shunaqa obrazda chaqirasizlar o'zinglarga. Eslantinglar, bunaqa obraz juda ham ko'p. Bo'lishi mumkin emas, onangiz sizni ko'tarmagan, bo'lishi mumkin emas, ko'zlaringizga qarab sizdan nima deydi, mazza qilmagan, rohatlanmagan, sizda qizi, o'g'li borligidan rohatlanmagan payti yo'q, bo'lishi mumkin emas. Istakalarim bilan birga tushgan rasmimni ko'rdim. Tak, Nargizichka, bu yana men ola olmayman obrazi, davay. Onangizni tasavvur qilasizlar. Aynan onangiz. Meni ham ayam bag'rida ko'tarib, mahkam quchoqlab erkalagan vaqtini tasavvur qilgan edim. Молодец, Shopolatova juda zo'r. Xuddi shunaqa obraz kerak. Tushundinglar, biz suyana oladigan, tayanch oladigan, olishga haqli bo'lgan obrazimiz bizga rosa ham zarur. Olishga haqli bo'lgan obrazimiz. Ustoz, 19-20 yoshimda onam ko'p kasal bo'lgan, katta yosh ham go'daklik davridek ta'sir bo'ladimi? Tolibjondan, sizni e'tiboringiz nimada bo'lsa, shu kuchayib ketadi. Biz e'tiboringizni olishingiz mumkin bo'lgan nuqtani izlayapmiz yoshligingizda. Olishingiz mumkin bo'lgan kontakt juda ham ko'p bo'lgan, lekin bu kontaktlarni siz qadrsiz qilgansiz. Hammamiz ham qadrsizlantirganmiz. Chunki biz qiynaldi deb o'ylaganmiz yoki men qiynaldim deb o'ylaganmiz. Biz bu nuqtalarda qadriga yetmaganmiz. Hozir men o'tmishdan resurs olishingiz mumkin bo'lgan nuqtani bermoqchiman. Men ham onam bag'rida erkatoy bo'lib turibman 3 yoshda. Juda zo'r, nozigul. Молодец. Onam ukamni tug'ib kelib, meni ko'rishish uchun bag'rlariga chaqiryaptilar. Voy Ravshanovna, davay shunaqa obraz topamiz, что u yerda sizda nima deydi, raqobat yo'q bo'ladi. U joyda sizda majburiyat yo'q bo'ladi. Davay yana boshqa obraz chaqiring. Topolmayapman. Davay chuqur nafas oling, qarang, topolmasangiz qanday qilasiz? Chuqur nafas oling. O'zingizni bo'sh qo'ying, ayting. Ong yostim menga resurs olishim mumkin bo'lgan, suyanishim mumkin bo'lgan obrazda berding. Iloji yo'q, unaqa obraz yo'q bo'lishini iloji yo'q sizlar. Ong yostim menga shu obrazni ko'rsating. 2 yoshligimni, 20 yoshlik onamni, Ashurova 18 da ko'rgan ekanman sizni. Onamni siring gulli ko'ylagini esladim. Shivirma sirg'asini esladim. 2 yoshligimda onamga yordamchi holatiga kelib bo'lgan ekanman. Hamma shunday chaqqon kichkinacha eding deyishgan kattalar. Молодец, Ashurova, juda zo'r anglabsiz. Menimcha men doim onam ish qilganda undan e'tibor, mehr olganman shekilli. Birga ovqat tayyorlaganimni eslab maza qilyapman. Mayli. 1 yoshda izlab ko'ringlar. 2 yoshda ham shunaqa bo'lganmisiz? Zevarchka 2-3 yosh, ayam meni bog'chadan olgani keldi, mehrli ko'zlari bilan qarayapti.
o'zimni xotirjam his qilyapman. Juda zo'r obraz. Молодец, Ivatcha. Onam meni beshikka bog'lab alla aytyapti. Voydod. Mishiq keldi. Suv yonimga olib. Juda chiroyli mishiq. Ketib qoldi. Onam meni beshikka bog'lab alla aytyapti. Juda zo'r. Bo'laveradi, shu obraz ham bo'laveradi. Tak. Topolmaganlar tasavvur qilinglar yana. Yozinglar. Bu obraz bugun sizni pullaringizni bilasizmi? Qanchalar muhim? Bugun sizni rivojingizda qancha muhim? Ham nima deydi? Rosa ham zarur. Bu obrazsiz siz suyana olmaysiz o'zingizga, resurs oladigan nuqtangizni yaratishga qiynalasiz. 3 yoshli paytim onam meni erkalatyapti. Juda zo'r. Bo'ladi. Просто tasavvur qiling, что siz 5-6 oyliksiz va esingizda bo'lsa, bizda u paytlarda pechenye berishardi. Yoshligimizda. Bolalarga hozir ham berishini bilmayman, lekin biz yoshligimizda bu oddiy narsa edi. Go'daklar pechenye yeyishi oddiy edi. Nechun 8 oylik bo'lishingiz mumkin. Yo'q bo'lsa ham bu obraz просто tasavvur qiling, что siz 8 oyliksiz va onangiz mehr bilan boqyapsiz. Просто xotirjam boqyapti. Yo'q narsani ham tasavvur qilaveringlar. Chunki bu aniq bor, o'ylab ko'rsangiz topa olasiz. Onamni quchog'ida o'tiribman. Вот, Hamidova молодец. Lola Ashurova siz ham shunaqaroq paytingizni topishga harakat qiling. 1 yoshimiz ancha to'g'ri kelar ekanda. Undan u yog'iga уже mana 2 yoshligida ham уже katta bo'lib qolgan ekan. Onamni hidlari xushbo'y bag'rlariga huzur bilan rohatlanyapman. Bo'ladi. Juda yaxshi. Tak. Xuddi shu obraz bilan ko'zlaringizni yuming, o'zingizni bo'sh qo'ying. Onangizdan bor kuchini so'rib olishni boshlang. Ko'zlaringiz yumilgan, o'zingizni bo'sh qo'yyapsiz va onangizni bor kuchini so'rib olyapsiz. Bor kuchini, qudratini so'rib olyapsiz. Men onamdan ko'ra dadamni ko'proq his qilaman. Dadani gaplashmayapmiz hozir. Onani gaplashyapmiz. Men topa olmayapman. Просто tasavvur qiling, siz 9 oyliksiz. Sizni onangiz quchoqlab o'tiribdi yoki quchoqlab uxlayapti. Bo'laveradi shunaqa momenti ham. Bizga his qila olmayapman deganingiz, men baribir ola olmayman, olam menga hech narsa bermaydi degan. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Siz tug'ildingiz degani bo'ldi, ota-onangizdan olib oldingiz degani. Ya'ni sizni olish qobiliyatingiz уже bor degani. Sizga olish уже mumkin degani. Borliq sizga berishga ruxsat bor. Tug'ilganingizdan boshlab bu ruxsatga ochilib bo'lgansiz degani. Qushlar ham tasdiqlayapti. Tasavvur qiling, o'zingizni 8 oylik, 1 yoshlik momentingizni onangiz oldingizda, siz onangiz bor kuchini so'rib olayotganingizni his qiling. Onam meni emziryapti. Juda zo'r. Juda zo'r. Shunaqa tasavvur qilsanglar ham bo'laveradi. Tasavvur qiling, siz bor kuchini so'rib olyapsiz. Taningiz bilan to'la yopishib olgansizda, oyoqlaringiz, qo'llaringiz bilan onangizga mahkam yopishib olgansizda, to'la so'rib olyapsiz onangizdan. Kimda qarshilik bo'lsa yozib yuboringlar. Emzayotgan onam obrazida bo'laveradi. Juda zo'r obraz. Yozinglar. Bemalol olayotganlar plus qo'yinglar, olishga qiynalayotganlar minus qo'yinglar. Qo'lni yopishib olib, so'rayotganingizni his qiling. Mazza qildim. Da. Plus minus qo'yinglar, olayotganlar plus. Qarshilik bo'lsa minus. Olganimdan so'ng onam holatlari xunuklashib qolyapti. Tashnadimda, farzandingiz bormi? O'ziga qolmay qolmasmikin degan ozgina qarshilik, lekin 90 oldim. Da. Sizdan boshqa bolalari bor bo'lsa, demak, onangizda shunaqa ko'pki, sizdan keyin ham bola tug'ilgan. U degani, sizga bermoqchi bo'lganda o'zi nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu sizni yoshlikdagi xulosangiz. Onam bera olmaydi degan. Lekin sizdan keyingi bolalarga ham hayot bag'ishlabdimi? Demak, juda katta qudrati bor bo'lgan. Sizda farzand tug'ildi. Tasavvur qiling-da.
Mana siz bolangiz tug'ildi. Sizdan bolangiz osasiz tugab qolasizmi? Rashanovni faraz qiling, siz 1 yoshli bolangizni quchoqlab turibsiz. Ololmaganlar hozirgi obrazda tasavvur qilishni boshlasin. Onangiz vafot etganmi, yo'qmi, sizni tuqqanmi? Ozoda. Uraman ekanda endi sizlar. Onam vafot etgan, onam qiynalgan deganlar. Biz aytyapmiz. 9 oylik paytingizni tasavvur qiling. Faqat dadamni his qilamanmi, otamni his qilamanmi deganlar. Bolangizni o'ylang. Bolangiz 9 oylik qo'lingizda. Bergis keladimi? Bergis keladimi? 7 sonini qo'yib yuboringlar. Ozayib qolasizmi? Bersiz. 8-9 oylik bolangizni tasavvur qiling qo'lingizda. Siz unga berganingizda sizda ozayib qoladimi? Kichrayib qolasizmi? Tasavvur qiling. 9 oylik, 8 oylik bolangizga, 1 yosh bolangizga, даже 2 yosh bolangizga berganingizda ozayib qolasizmi? Shu obrazi bilan tasavvur qiling onangizdan olayotganingizni. Просто tasavvur qiling. Bolangiz sizdan qancha olsa ham sizda umuman ozayib qolmasligini tasavvur qiling. Ayniqsa 8-9 oylik bolangiz. Вот, kamayib qolmaysizlar, Hakimova, молодец. Onamga nurli energiya tushyapti, men bemalol o'ynab olyapman energiyada. Вот, shuni tasavvur qilishga o'zingizlarga yordam beringlar. Onangiz kichrayib qolishi bu sizni xulosangiz va bu sizga hayotingizda xalaqit beradigan xulosa. Tushundingizmi? Onam bera olmaydi, onam qila olmaydi degan xulosa. Maza qilib olyapman, bolamga borimni berishni xohlayman. Вот. Bolangizga bemalol bera olasiz. U degani onangizdan ham bemalol olgansiz, olyapsiz. O'zi olganingiz belgisi siz tug'ilganingiz. Sizni farzandlaringiz borligi bu o'ta ko'p onangizdan olganingiz belgisi. Agar farzand уже bor bo'lsa sizda, demak nihoyatda ko'p olgansizki, sizda bola tug'ilgan. Всё, давай. Onangizni so'rab olishda davom etinglar. Qancha kerak bo'lsa shuncha. Erkak bo'lishingiz, ayol bo'lishingiz umuman ahamiyati yo'q. Hozir meni 14 yoshli, 11 yoshli bolalarim qanaqa qilib meni olishayotganini ko'rsanglar, og'zinglar ochiladi. Men his qilaman, что umuman kamayib qolmayapman. Shunaqa katta bolalarimga berayotganimda ham. Prям bir kunda o'g'lim 10 martacha osiladi. 11 yoshli o'g'lim, qizim har 10 minutda osiladi почти. Onam juda kuchli. Вот, Kenjayeva. Уже his qilyapsizlar-a? Menga hozir ham suyanchiq oldimda, Allohga shukr. Yo'q. Bugungi onaga umuman qaramaymiz. Bizga bugungi onadan e'tibor qilishinglar shart emas. Bugungi ona siz obrazingizda уже sizni kuchingizga muhtoj deb his qilishingiz mumkin. Bizda ota-ona kursini o'tganlar allaqancha onani kattarganini his qila oladi-da. Bitta rosa ko'p jarayondan o'tgan ular. No, siz bugun onangizni yoshligingizdagi obrazingizni tasavvur qilishingiz o'zi yetarli. Aha, sizlarga ham rahmat. 7 kun uxlatmagan bo'lsam. Всё, onangizdan so'rashda davom etyapsiz. Butun e'tiboringiz onangiz energiyasini so'rib olishda. Onangiz energiyasini so'rib olish bilan birga o'zingizni bo'sh qo'yib ayting. Menga mumkin. Prям bu so'zlar tanangizga singib ketsin. Menga mumkin. His qiling, hujayralaringiz markazigacha borsin. Menga mumkin. Men olmaganman, chunki ukalarim tug'ilib ketgan. Bu yana bitta sizni sarobli xulosangiz. Hurmatli Gulcha. Bugun bolangiz bor bo'lsa agar sizda, demak bu onangizdan o'ta ko'p olganingizni belgisi. Siz tug'ilganingizni o'zi onangizdan 100% olganingizni belgisi. Olmasligingiz mumkin bo'lmagan. Sizni tug'ilganingizni o'zi olish. Meni eshityapsizlarmi, yo'qmi? Yana bittasini urish kerak bo'lib qoldi bu yerda. Rashanovdan уже mana onam to'yib olaver, Xudo menga sehrobgarlikda kuch bergan deyaptilar. Albatta, albatta. Rashanovdan молодец. Bolamni asrab olgan bo'lsam-chi. Bolangizni asrab olgan bo'lsangiz ham, o'zingizga yetarli olganligingiz uchun siz tug'ildingiz. Bolani asrab olish kuchi sizda bormi? Demak, onangiz juda katta beribdi-da. Что begona bolani ham bemalol bola qila olyapsiz. Hammaga ham emas. Hamma ham begona bolani asrab olib,
onalik qila olmaydi. Demak, sizda nihoyatda ko'p olgansizki, begona bolaga ham bera olyapsiz. Shu darajada ko'p olgansiz. Sizni tug'ilishingizni o'zi olganingizni belgisi. Da. Gulchalar oxiri rozi bo'ldi. Qalbimda quvvat aylanyapti. Вот. Bitta rosa chuqur ko'p jarayonlar ketgan bo'ladi. Siz bizda ota-ona kursida qatnashganingizda bilib olasiz o'zi nima holatlar bo'lganini. Chunki men u yerda ikir-chikirgacha beraman. Iroda Hajayeva. Qani siz ham katta plyus qo'yingchi. Davay hozir sekin o'zingizlarni shu energiyada ko'niktirishga harakat qilinglar. Ha, men olgan ekanman. Menda ruxsat bor. Chunki faqat onadan oldim deganingizdagina siz olish uchun kanal ochib qo'yasiz. Sevgi olish uchun kanal, pullar kelish uchun kanal ochgan bo'lasiz. Imkoniyatlar kelish uchun kanal ochib qo'ygan bo'lasiz. Menga olish mumkin deganingizda sizda qolgan hamma narsa ochiladi. Biz hozir shuni siz bilan yaratyapmiz. Onam xursand bo'lib beryapti. Zo'r. Rahmat, yig'lab yuboryapman. Конечно. Ona katta kuch-quvvat manbai ekan, tug'ilganimni unutibman. Вот. Yana ham shunaqa qila olmaganlar, ayta olmaganlar, mana qani Hajayeva, Iroda Hajayevalar aytadi. Onani tasavvur qilib aytadi. Onajon, siz meni tuqqansiz, men sizni emas deydi va keyin olishni boshlaydi. Tug'ilganingizni o'zi olganingizni belgisi. Prosta biz ongimizda shunaqa nuqtani ochib qo'yishimiz kerak. Bizga olish mumkin bo'lgan nuqtani ko'rsatib qo'yishimiz kerak va buni har doim eslatib turishimiz kerak. Men ola olaman ekan, olish kanali menda bor ekan degan tushunchani ochamiz va uni sekin-sekin kattaytirib boramiz. Уже shovqin ko'payib ketdi, hamma uyg'ondi, ko'payyapti atrofda odamlar. Menga hamma narsa olish mumkin. Вот, tushunyapsizlar-a? Ruxsat, o'ziga ruxsat berish degan narsani juda ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak. Oxirgi paytda menga boshqa psixologlar o'qib bo'lganlar keladi. Bu nimani bildiradi? Siz o'ziga ruxsat degan narsani eshitganingizni bildiradi. O'zimga ruxsat beraman, o'zimga ruxsat beraman deganini eshitgansizlar-a? Prosta plyus qo'yib yuboringlar. Ruxsat berish kerakligini eshitganlar. Plyus qo'yib yuboringlar. O'zimga ruxsat beraman, pulga ruxsat beraman, o'zimga ruxsat beraman, ko'p pullarga, chiroyli narsa olishga, go'zal bo'lishga ruxsat beraman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Plyus qo'yib yuboringlar, ruxsat so'zini eshitganlar. Menga hamma narsa olish mumkin. Вот. Endi buni mohiyatini birinchi marta his qilyapsizlar. Nima edi o'zi u? Ruxsat olish, ruxsat berish nima edi o'zi u? Onamga minnatdorlik his qildim. Hech minnatdor bo'lmagan ekanman. Вот ko'ryapsizmi, Ravshanovna? Bu oddiy narsa. Ba'zida bunga ko'p mehnat qilishimiz shart emas. Hozir yarim soat ichida siz juda katta narsalarda yashashni o'rgandinglar. Da. Вот ruxsat so'zi qayerdan kelib chiqqanini tushunib olyapsizlar. Siz buni bemalol his qila olasiz. Assalomu alaykum. Onam meni ona bankim, mehr daryoyim. Вот, shunaqa tushuncha o'sha sizni olish mumkin bo'lgan nuqtangizni yaratib qo'yadi. Onangizdan 1 gramm, 1 santimetr diametrdagi teshikcha ochib olsangiz, shu teshikdan sizga $1 million kelishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Biz marafon 7-kunida siz bilan qanaqa qilib $1 million ga yo'l ochishni tushunib olyapmiz. Kichkinani ochib olsangiz, qolganini o'zingiz ochib olasiz. Shovqin ko'paymadimi sizlarda? Yana necha o'tirsak bo'laveradimi? Prosta odam ko'paydi atrofimda. Все, bo'laveradi. Yaxshimisizlar? Shu sizni ongingizda hozir o'tmishdan olishingiz mumkin bo'lgan nuqtani ochib oldik. Siz bu nuqtaga xohlagan paytingiz ulanishingiz mumkin. Bu aynan bu kvant va fizika, kvant fizikasida bu nimani bildiradi? Kvant fizikasi o'tmishni bemalol o'zgartira olishingiz mumkinligini bildiradi. Buni tushunishingiz shart emas. Bugun siz ongingiz markazida, ong ostingizda olish mumkin degan nuqtacha yaratib olyapsiz. Menga olish mumkin. Tushunyapsizmi? Ota-ona bu o'ta katta siz bankingiz, xohlagan paytda u yerga murojaat qilish bilan siz ichki kuchingizni, ong ostidagi olish mumkin bo'lgan nuqtalaringizni ochib qo'yasiz, kanallaringizni ochib qo'yasiz. Eshitilmayapti shovqin. Aha. Mana shu telefonim o'zi zo'r telefon ekan. Atrofdagi shovqinda o'zi uncha yozmas ekan.
Demak, ko'zingizni yumib davom ettiring. Shunaqa ko'p olingki, ota-onangizdan, otangizdan emas, faqat onangizdan olyapsiz hozir. Tasavvur qiling, olmachasiz. Daraxtni to'la hamma vitaminlarini so'rib olyapsiz. Daraxtni vitaminini to'la olyapsiz. Biz har doim xuddi shunaqa olmacha bo'lib qolamiz. To'yinib, daraxtdan to'yinib, keyin uzilib tushamiz. Xuddi shunaqa to'yinish imkonini o'zingizga bering. Просто men daraxtchaman deng, olmachaman deng. Olmachasiz, daraxtdagi hamma kuchni so'rib olyapsiz. So'rgan sari sizga sochnilik kiryapti, rang kiryapti, shirinlik kiryapti, yetuklik kiryapti. Просто hozir olmachada tasavvur qiling o'zingiz. Xuddi shu obraz sizga kelsa, bu eng to'g'ri obraz. Olma olsa, olma daraxtida ozayib qoladimi? Ozayib qoladimi? Mana olmacha olma daraxtini bor energiyasini so'rib oldi. Unda ozayadimi? Xuddi shunaqa tasavvur qiling onangizni. Qizib ketyapman. Men onamga yopishib quchoqlash xotiram yo'q edi. Hozir bu xotira paydo bo'ldi. Yopishib quvvat olayotgan Zilola obrazi paydo bo'ldi. Молодец shu obraz. Ko'ryapsizlar qanaqa. Sizlarni anglashinglardan hozir bir kitob chiqarsam bo'ladi. Aslida olgan ekanman, endi bildim, ko'rdim. Menga quvvat katta ekan. Da, Ashurvada. O'zimda nimalar borligini, qanday imkoniyatlarim borligini ko'ryapman. Qizib ketyapman. Tushunyapsizlar-a? Vaholanki men sizga og'ir, qiyin narsa berganim yo'q, lekin siz buni bemalol yarata oldingiz. Onam kuchli, qudratli ekanini his qilyapman. Olgan sari ogim kelyapti. Именно shunaqa obraz shakllanishi kerak edi sizlarda. Olgan sari ogim kelyapti, bu rosa to'g'ri. Eng qizig'i, hech qachon bu kamaymasligini his qilishingiz bu yana ham to'g'ri. Olma daraxtdan qancha olsa ham unda ozayib qolmaydi-ku. Onam meni juda yaxshi ko'rar ekan, ko'p mehr bergan ekan. Молодец, Iroda Hajjayeva, молодец. Mana sizlarga haligi nima deydi? Yoshliginglarda qo'yib qo'ygan bankinglarni anaqasini ochib beryapman, kaltlarini beryapman. Bankda o'zingiz qulab qo'ygan xazinalaringizni kaltlarini olyapsiz. Shuning uchun ham kursimizning nomi baxt va boylik kaliti edi. Esinglarda bo'lsa, ota-ona kursi va ota-ona baxt va boylik kaliti degan kursim. Iforimni his qildim. Qip-qizil olma tirsillab yetilgan olmani ko'rdim. Uzilay deb ketyapman. Молодец, молодец. Har doim onamdan nima ham olardim, onam bechora deganingizda, xuddi shu obrazni tasavvur qiling. Siz olmachasi qancha olsangiz ham onangizda 1 gram kamayib qolmasligini his qiling. Chunki onada shunaqa qobiliyat bo'ladiki, cheksiz katta ko'p olish qobiliyati bo'ladi. Menda juda ko'pchilik so'raydi-da, nimaga farzandli bo'lmaslik desa asl sababi nima derdi? Xuddi shunaqa asl sababi shu. Onamdan olishi mumkin emas. Onam ojiz, onamdan olsam o'lib qoladi onam. Men olib qo'ysam onam o'ziga qolmaydi degan tushunchada katta bo'lgan bolada farzand bo'lishi qiyin bo'ladi. Tushlikka kirib qalbim yengillab ochildi. Olmaga esa sizlar. Tilagim oqib ketdi. So'lagim oqib ketdi. Ha, ozaymaydi. Yerdan energiyani tortib olishadi o'zlari. Yo'q, ularda o'zi ko'p. Hech qayerga tortib olishmaydi. O'zi ko'p. Ko'pligi uchun sizga hayot bera oldi. Maz ekan onam bilan borligim. Da, bola bo'lib onamni quchoqlamabman. Hozir rosa quchoqlagim keldi. Dilafruz, qarang qanday qilasizlar. Bugungi obrazinglar bilan, bugungi kuninglar bilan onanglarni borib quchoqlashinglarni so'raganim yo'q men. Siz shunaqa qilasiz, o'sha joyga borasiz. O'zingizni ong ostingizdagi o'sha nuqtaga borib, ongingizdagi miya arxivlaridagi o'sha nuqtaga borib, onangizni mahkam quchoqlab to'yinasiz, so'rib olasiz. So'rib olayotganda shunaqa tasavvur qiling, shu oyog'ingiz bilan ham, qo'lingiz bilan ham yopishib olgansizda, to'la so'rayotganingizni tasavvur qiling. Prosta quchoqlab emas, to'la yopishib olganingiz. Men Toshkent tagida o'tiribman. Uzumga o'xshatdim, bir shingil uzum donalarini ko'pligini his qildim. Da, xuddi shunaqa tasavvur qilsangiz ham bo'laveradi. Tokini tagida deb yozgan ekansiz-a? Aha. Endi o'zinglarga ruxsat deganda shuni tushunasizlar. Menga kelishiga ruxsat beraman. To'yininglar, onangizni 100% hozir so'rib oling. 1-2 kundan keyin umuman 1% ham olmagandek his qilishingiz mumkin. Yana shu nuqtaga qaytasiz, o'zingizni tinimsiz qaytarasiz. Kun davomida
xohlaganingizda qaytarasiz. Menga olishi mumkin nuqtasiga qaytarasiz. Olasiz onangizdan, tasavvur qilasiz, kichkinasiz, siz xohlagancha so'rab olasiz. So'rab, onangizni kuchini olib, borib ishlaringizni qilaverasiz. Kelishdikmi? Hozir 100% so'rab olayotganingizni his qiling. Qolganini men hozir yana tushuntiraman. Ha, ong ostida bajarishimiz kerak ekan. To'g'ri tushundimmi ustozim? Da, to'ppa-to'g'ri. Dilafruz, tushuna oldingiz, bugungi onangizni tinch qo'ying. Bugungi onangiz haqida gap ketgani yo'q. Yoshligingizdagi onangiz haqida, o'sha kichkina Dilafruz xulosa chiqargan nuqta haqida gaplashyapmiz. Biz o'sha moment haqida, o'sha olam haqida gaplashyapmiz. U olamda bugungi olamga daxli yo'q. Всё, 100% so'rab olayotganingizni his qiling, to'lganingizni his qiling. Nima degani u to'lganingiz, demak o'zingizga olish kanalini yaxshilab ochib oldingiz degan mana. Boshida minday edi kanalingiz. Davay, onangizdan oling desam, yo'q, onamda yo'q qildinglar-ku. Shu nuqtada hozir 100 ga ochib oldik. Boricha ochib oldik. Tushundinglar-a? 100 oldingiz degani kanalda 100 ga ochib oldingiz degani. Prosta 100 oling hozir. Qachon charchasak qilsak bo'ladi. Xohlagan paytingizda cheksiz qilsangiz bo'ladi. Yaxshi tushundim. Молодец, Dilafruz. Endi qarang. 100 olganlar 100 sonini yozinglar hozir. Da olib bo'lganlar. Qani tirsillab, mana gulchalar tirsillab bo'ldi. Всё. 100. Sizni 100ligingizni tushundim. Davay qolganlar 100 qilib olinglar o'zinglarkini. Biz davom ettiramiz. Bugun oxirgi kunimizlik uchun sizlarga bonus qo'shib beraman. Davay. Davay. 100 qilinglar hammanglar. 100 olinglar. Ota-ona kursimizda bunaqa amaliyotlardan juda ham ko'p, juda chuqur amaliyotlar bor. Aha, barmoqlarini tishlab olgim kelyapti onajonim. Tasavvur qilishdi, kichkinasiz, xohlagancha tishlasangiz bo'ladi-da. Xohlagancha tishlasangiz bo'ladi. 3 oylik, 4 oylik siz xohlagancha tishlaysiz. Aha, молодец, Hilolchka. Miga oldi onasidan. Da. Men zulugida yopishib oldim o'zi ham onamga. Juda to'g'ri, Mingboyeva. Xuddi shunaqa. Mana shu obraz rosa to'g'ri obraz. Chunki to'la so'rab olasiz-da, xuddi shunaqa. Zulugida tanangizga qo'yib so'rdirsangiz, sizga hech narsa bo'lmaydi. Xuddi shunaqa tasavvur qilinglar o'zingizlar. Zulug sizdan qoningizni tortib ola olmaydi umuman. Oshiqchasini tortadi, sizga kerak emasini tortadi. Bilasizlar-a, zulug qanday foydalanadi zulug terapiyadan. Nomi esimda yo'q, qanaqa terapiya deyilishi. Shunaqa terapiya bor. İşte u sizdan oshganini oladi. Onangizda siz tug'ildingiz degan, demak, sizda oshganki, siz tug'ilgansiz-da. Xuddi bemalol nafas olayotgandek oson ola olyapman. Da, молодец, mazza qilib, suv ichgandek mazza qilib olyapman. Quyoshdan bemalol sig'inib qabul qilgandek qabul qilyapman. Voy, Ashurova. Yerdan haddim sig'ib, ishonch bilan turganimdek haddim sig'ib so'rib olyapman. Молодец. Aha, 100. Sevarchikada ham. Geruda terapiya. Aha. Tak. Demak, 100 oldingiz. Endi bugungi hayotingizga qayting. Bugungi hayotingizga qayting. Hozirgi yoshingizga, hozir va shu yerdagi qayting. Biz kanalimizni ochib oldik. 100 qilib ochib oldik kanalimizni. 100 ochdik. 100% ro'dim. Aha, taxminan 3 oylikman, mustaqil o'tira olmayman. Bir-birimizni quchoqlayapmiz. Men energiya olganim sari onam ham, men ham nur taratyapmiz. Vot, mana shu to'g'ri obraz, juda to'g'ri. Ichga olyapmiz. Onamga bo'lgan mehrim oshib ketdi. U meni erkalab kuldiryapti. Juda baxtliman. Hozir ham kuch, yengillik, ishonch kelyapti. Молодец. Ismingizni bilmayman, esimda yo'q. Oldin ismingiz yozilgan edi shekilli. Juda zo'r. Zo'r obraz tasavvur qiling. Endi qarang. Bizda shunaqa bo'lardi. Hozir bitta narsa keluvdi, esimdan chiqib qoldi. Aha. Esinglarda bo'lsa, bizga shunaqa ongda singdirilgan, onani bergan oq sutini bola umrbod qaytara olmaydi onaga. Bu degani tug'ilganingdan boshlab emizdimi bo'ldi, qarzdorsan degani edi. Bilasizlar, hammanglar eshitgansizlar-a? Bu obrazda ichinglarda butunlay barbod qilinglar. Chunki bu noto'g'ri obraz. Ona bolani xohladiki, bola keldi. Bola mana onadan olish uchun onani nima deydi? Masalan, onasi yo'q bo'lsa ham, yashash kerak bo'lsa, Alloh rizqini beradi. Ona emizmasa ham bola tug'ilib yashash kerak bo'lsa, Alloh любой joydan rizqini beradi. Ya'ni ona xohladimi, unga bola berildi. Ona o'zi xohlab bolaga beradi. Bola onadan qarzdor emas. Hozir xuddi shuni yozdi mana bizda qatnashchimiz, erkak kishi. Qarang, bir-birimizni quchoqlayapmiz. Men energiya olganim sari onam ham, men ham nur taratyapmiz. E'tibor qilinglar shu joyga. Xuddi shunaqa, qarang, hozir siz yozganingiz bilan shu joyini ham bir aytib ketaman.
Go'dak onaga Allohning nuridan olib keladi. Go'dakdan ona o'zi nur oziqlanadi. Evaziga ona unga o'zini mehrini beradi. Tushunasizlarmi? Ko'zlarim porlab ketdi. Hali oq sutga qarzdorman, oq sutni hech qachon onamni kechalari uxlaganini qaytara olmayman. Bu sarob. Bu bizni butunlay qarzdor ongiga, qul ongiga olib kiruvchi tushuncha. Bugun o'zingizni bu tushunchadan bemalol chiqarishingizni xohlardim. Onangizni daraxtdaqa his qilib, o'zingizni olmachadaqa his qilib. Daraxtda qancha olmacha chiqsa ham hech qanaqa onangizda ozayib qolmaydi. Hech qanaqasiga olmacha daraxtdan qarzdor bo'lmaydi. Endi qarang, olmacha o'zini qancha kuchli hisoblasa, shuncha ko'p onasiga o'zini imkoniyatlaridan bera oladi. O'zimiz hayotga o'giradigan bo'lsak, o'zingizni qancha onangizni kuchli hisoblasangiz, shuncha ko'p natijaga erishasiz. Onangiz shu orqali yana ham ko'proq xohlagan narsasini ola oladi-ku siz orqali. Shu ma'noda. Tushundinglar? Ya'ni meni gaplarim onangizga hech narsa muhtoj emas, onangizga bermay qo'yavering ma'nosida emas edi-da. Mendan ong ostingizdagi xulosalar haqida gap ketyapti. Ong ostingizda men onamni oq sutini hech qachon qaytara olmayman desangiz, olam aytadi. Bo'ldi deydi. Sen har doim qarzdor bo'lasan, sen har doim imkonsiz bo'lasan deydi. Chunki bu sizning tanlovingiz bo'lib qoladi. Biz bugun boshqa tanlov qilyapmiz. Menga olish mumkin tanlovini qilyapmiz. Onam qudratli degan tanlovni qilyapmiz. Tushundinglar? 100% ochildi sezyapman. Tushuntirib yubordingiz, ochilib ketdi kanalim. Bilasizlar, men tushuntirish bo'yicha chempionman. Yetkazib berish bo'yicha вообще chempionman. Tak. Endi bugunga qaytdik. Bugungi kunimizga qaytdik. Ko'ryapsizmi, har biringizni gaplaringizdan qancha ko'p, yana ham foydali, mazmunli kengayish ketyapti. Xuddi shunaqa har biringiz olamda qatnashasiz. Xuddi shunaqa har biringizni o'rningiz bor o'zingizni olamda. Agar siz onangizni kuchsiz deb hisoblasangiz, men onamga qarzdorman yoki onam kuchsiz, men ola olmayman onamdan desangiz, demak siz o'zingizni bugungi hayotda qilishingiz kerak bo'lgan ishni qila olmaysiz. Chunki siz o'zingizga aytyapsiz. Tak, mana men mana shuncha olganman, shuncha bera olaman, xolos bundan oshiq bera olmayman degan bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, siz 100% siz juda ko'p oldingiz ota-onangizdan, siz qilgilaringiz keladi-da. Nimadirlar yaratgingiz keladi. Siz уже jim o'tira olmaysiz. Siz borliqqa xizmat qilgingiz keladi. Siz tirikligingizni chuqur his qilasiz. Agar siz 100% oldim onamdan deganingizda, siz shunaqa o'zingizni ko'p his qilasiz, beraveraman, mendan ozayib qolmaydi degan tushunchada yashashga o'rganasiz. Bu borliqdan qaytmay iloji yo'q. Sizga pul bo'lib, imkoniyat bo'lib, kengayish bo'lib, g'oyalar bo'lib qaytadi. Doim qarzimni nima qilib uzish haqida o'ylayman. Bu tushundingizmi? Aslida tomir joyi qayer deydi Ariba Sayfidinovna. Tushundingiz-a? Bugundan boshlab qarzingiz kanali sekin-sekin kichrayadi-da, sizda olish kanali kattayib boradi. Mumkin kanali kattayadi, qarzdorlik kanali kichrayadi. Конечно, hozir srazu nolga o'tib qolmaydi, no, уже kichrayishda boshlaydi. Bugungi darsda yaxshiroq tushunsangiz. Rostdan ham tushuntirish bo'yicha chempionsiz ustoz. Men majbur emasman sutini qaytarishga, o'zini o'z suti sirop onamni. Vot. Ko'ryapsizlarmi qanday kirganda bizga? Sutga ham qarzman hattoki degan. Tak, bugungi kunimizga qaytdik. Bugungi sizni ongingizga qaytdingiz. Bugungi yoshingizga qaytdingiz, bugungi kuningizga qaytdingiz. Endi bu olish kanalini qanday foydalansak bo'ladi? Siz endi menga mumkin tushunchasida yashaysiz. Esingizda bo'lsa, menga yetarli edi yozdik-da birinchi kuni, ertasi kuni men roziman qildik. Mana endi siz yozasiz. Menga mumkin. Men ola olaman. Menga ruxsat bor. Nimaga ruxsat bor? Olishga ruxsat bor birinchi o'rinda. Olganingizdan keyin foydalanishga ruxsat bor. Foydalanganingizdan keyin o'sha siz to'yinishga ruxsat bor, berishga ruxsat bo'ladi. Ya'ni siz siklda aylantirasiz. Olish, foydalanish, mazza qilish, mazzadan birovlarga bera olish xususiyatingiz o'sha kengayib, kattayib boradi. Ya'ni siz bu siklni ichingizdan aylantirishni o'rganasiz va bu kattayib sikl kattayadi. Sizda berish kuchayadi, olish kuchayadi o'z-o'zidan. Olganingizdan keyin berish kuchayadi. Berish kuchaygandan keyin, demak, sizda sikl qanday aylansa, shuncha ko'p sizda imkoniyat, pul, boylik, serobgarlik, baraka shunchalar ko'payadi. Sevgi bir xil. Pul aylanishi, sevgi aylanishi, energiya aylanishi hammasida bir xil narsa. Ya'ni pul aylansa sevgi yo'q bo'lib qoladi. Unaqa narsa yo'q. Agar siz sevgini aylantira olsangiz, hammasi teng aylanadi. Imkoniyat, sog'lik, boylik, bolalaringiz rivoji, o'zingiz rivojingiz hammasi teng aylanadi. Ustoz, sizni quchoqlagim keldi. Tasavvur qiling, quchoqlayapsiz. Tasavvur qiling.
Mana nimaga hayotim bir joyda qotib qolgan. Aha, hamma o'zi uchun yashaydi. Hech kimdan qarzdor emas. Da, Diloram qo'lini ko'taryapti. Ochib qo'ydim. Tak, birinchi mavzu bo'yicha gapiring agar gapirmoqchi bo'lsangiz. Qo'lingiz o'zi ko'tarilib ketgan bo'lsa, bu yoqqa yozib qo'ying. Hamma anglashda tushunyapsizlar-a? Tak. Hozir siz bugungi kuningizga qaytingda. Ayting, menga olish mumkin. Endi aytasiz mana, ruxsat beraman o'zimga. To'yinishga, erkin bo'lishga, olishga, berishga ruxsat beraman. Endi bugungidan boshlab ruxsat so'zini mohiyati siz ichingizda ochildi. Bo'lmam tongda ochib oldik, ertalabda ochib oldik. Чтоб siz bu mohiyat ichingizga o'rnashishga imkon bering. Kun davomida buni yana tafakkur qiling, ustida ishlang. Shunaqa ong ostingizga joylashsinki, ola olish kanalingiz borligi, ochiqligi yoki yopilib qolsa qanaqa qilib ochishingiz mumkinligi sizda mana o'tida уже ichingizda shakllanib bo'ldi. Farzandlarimga ham mendan qarssan der ekanman. Boshqa joyni ham tushunib oldinglar. Bizda shunaqa amaliyot bor. Bolangiz uxlaganda boshidan silab aytasiz, mendan qarzing yo'q deysiz. Bu bilan siz bolangizni nimasini yaratishingiz mumkinligini o'zi tushunib bo'ldingiz. Qolganini aytishim shart emas-da. Tushunib bo'ldingiz. Demak, bolaga aytasiz, mendan qarzing yo'q deysiz. Qarzi yo'q bolagini ola oladi. Olish imkonini o'zida ocha oladi. Shuning uchun ham biz ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi videolardan birida yozganman. Hali moshniy olingan YouTube'ga qo'ygan videomiz bor, separatsiya deb nomlanadi. Shunda to'liq tushuntirganman. Bugungi darsdan keyin yana bir u darsni ko'rib chiqsanglar, juda ko'p narsa olasizlar. O'zi men pulli, kuchli darslarda shunaqa qo'yib qo'yganman YouTube'ga, bilsanglar agar. Mana ochilib olgan joylar bilan yana murojaat yana ko'rsanglar, yana ham ko'proq ochiladi. Demak, bizga mana shunaqa bitta bola keldi, yonimda turibdi. Nima kerak o'g'lim? Alaykum assalom. Maktabgami? Молодец. Tegma. Tegma. Kech qolasan maktabdan. Bor. Yo'q, ichma. Mana meni pomadalarim bor. Bor maktabga, kech qolma. Kimdadir nima deydi, olish o'sha shakllandi, ko'ryapsizmi? Erkin kelib, gapirib ketyapti. Demak, bu bolani hech kim ola olmaslikka olib kira olmagan-da. Sen ola olmaysan baribirda, nima deydi, ichiga kirgizmagan. Nimaga? Ko'ryapsizlar holatini? Unga mumkin degan narsa bor. Просто jonli borliq bizga shunaqa obrazni berdi mana. Menga mumkin degan bola qachon bo'la oladi? Qachon biz uni majburlab qila olmasak-da. Ya'ni aqli zaif bola keldi. Hozir tushungan bo'lsangiz-da, aqli zaif odamni hech kim sog'aytira olmaydi. U har doim olishga tayyor, borliqdan olishga tayyor. Farzandlarimga ham mendan qarssan der ekanman, tak buni o'qidim. Shu separatsiyani eshitib sizni kanalingizni qidirdim. Super. Молодец, Navruz Ahmedova. Biz to'g'risini aytsam, Nur va tutun darsimizdan juda ko'p odam kirgan bizga. Почти nima deydi, bizga sodiq bo'lib qolgan, menga sodiq bo'lganlar bor Nur va tutun darsimdan. Men separatsiya darsimdan to'g'risi shuni kutdim-da. Shunaqa effekt beradi bu ham. Odamlarni shunaqa yo'naltiradi, o'ziga qarashga, nurga yo'naltirishga, o'zi bilan ishlashga yo'naltiradi degandim. Siz shuni isbotsiz. Rahmat shuni aytganingizdan. Separatsiya darsimdan kirganingiz klassni. Endi ota-ona kursingizga qiziqyapman. Albatta, Navruz Ahmedova как раз bugungi chatimiz efirda eshitganingizda yana ham chuqur anglaysiz qanchalar zararligini. Men ocha olmayotgan eshiklarni paroli o'zimning ichimda ekan. Ashurova, hozir bir nechta parollarni bilib oldim. Молодец. Olish eshigimni parolini terib ochib yubordim. Quvvatga to'yyapman. Juda sizda Zilola Ashurova bizda kurator bo'lish ehtimolingiz ko'pga o'xshayapti bu ketishingizda. Minnatdorman. Demak, bugun siz o'zingizga nimaga ruxsat berasiz? Yozishni boshlang hozir chatga. Menga mumkin deb boshlaysizlar. Endi oldingi menga mumkin bu qanaqa mumkin edi? Hozir men sразу bu yoqda ham yozib qo'yay. Foydalanamiz vaziyatdan. Tak. Ko'ryapsizlar, internetga albatta filtr bilan chiqaramiz.
Aha, всё, go'zalmi? Sizlar ungacha yozib turinglar. Assalomu alaykum. Mana biz bugun so'nggi chatimizni o'tyapmiz. Shunaqa tashqarida. Bugungi chatimiz so'nggi kun, marafon, tonggi marafonimizni so'nggi kuni. Va biz bu yerda hamma qatnashchilar uchun olish mohiyatini, menga mumkin so'zini mohiyatini, o'ziga ruxsat berish mohiyatini ochdik va shunaqa ruxsat berishni shakllantirdik. Bu nima degani? Pulga ochilish, sevgi mumkinligi, xohlagan imkoniyatni o'ziga berish berish mumkinligi, ochish mumkinligi. Bularni hammasi mohiyati yetib bordi. Plyus qo'yib yuboringlar, mohiyatini tushungan bo'lsanglar. Hozir hamma o'ziga boylik va baxtni kalitini, parolini bilishib oldi. Swift kalitini olishdi. Tak, men o'zimni saqlanib qolaman hozir. Chunki bo'ldi, уже sizlarga dars o'tib bo'lganimdan keyin уже xotirjam bo'lib qolib, bunisida ishlamasligim mumkin. Tak, yozib turinglar ungacha. Menga mumkin deb boshlanglar. Nima mumkin sizlarga bugun? Da? Ya'ni mana mumkinni mohiyati, ruxsatni mohiyati ochilib bo'ldi sizlarda. Nimaga endi ruxsat bera olasiz o'zingizga? Kengroq qarashga harakat qiling. Agar sizga ham qiziqarli bo'lsa, biz bu bepul marafonimizni ikkita darsni YouTube'ga joyladik. Menimcha uchinchisini ham joylaymiz. Qolganlari audio tarzda Telegram kanalimizda bor. Har biringizni Telegramda kutamiz. Telegramda yangiliklar bo'lib turadi. Juda ko'p treninglarimizni bepul qo'yib qo'yganmiz. Albatta foydalaning. O'zingiz orada bizda qotib qolyapti. Уже tongda qilganimiz yaxshi bo'lgan ekan. Ko'chada ham aloqa yaxshi emas. Aha, men hammaga sevgi tarataman inshaalloh. Tak, Nozgul, menga mumkin chiroyli, baxtli, sog'lom, badavlat, erkin, serogarlikda yashash mumkin. O'zim istasam kifoya, barchasi hal bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Zaynura Sattarova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Efir zapslarni bering. Internet sifati yaxshi emas, qo'shilib bo'lmayapti. Kechaga ham ulana olmagandim. Iltimos, albatta. Faqat men anaqa qilgunimgacha, montaj qilgunimcha vaqt ketyapti. Hozir o'g'lim yonimga kelib, yerda nima qilib o'tiribsiz deb, hayron, xavotir bo'lib keldi, uyqudan turishyapti. Men guruhda yangiman. Iltimos. Da. YouTube'da borsiz, Zaynura Sattorova, YouTube'ga joylayapmiz. Menga mumkin baxtli bo'lish, menga mumkin har tomonlama pullar xursandchilikka kelishiga, menga mumkin xipcha sog'lom ayol bo'lish. Молодец. Menga mumkin baxtli, sog'lom, go'zal, boy, xotirjam bo'lishga. Молодец. Menga mumkin katta pullar oqimi, sog'lik, tinchlik. Zo'r. Menga sog'lom, baxtli, boy, omadli bo'lish mumkin. Вот. Tushunib olyapsizlar, o'zingizlarga nimani ochishinglar mumkin va qanday ochiladi. Men o'zimnikini aytaman. Menga klientlar ko'p bo'lishi mumkin. Menga o'zimiz davlatda to'la rivoji mumkin.
a, yosh bolalarni ham rivojlantirish mumkin. Loyihalarni juda kengayishi mumkin. Bu davay. Keng yozinglar, aytinglar, ichinglarda buni yaratinglar. Mumkinda yaratinglar. Sizlar bilan sekin xayrlashamiz. Kurator bo'laman. Kuratorlikda olaman. Menda quvvat juda katta. Aha, menga mumkin rivojlanish, bu faqat foydali bo'ladi. Menga mumkin vitaminlarga boy yegulikka to'yish, bu tanamga quvvat bo'ladi. Menga mumkin zararlardan voz kechish, yengil bo'lish, menga mumkin imkoniyatlardan foydalanish. Tak. Sevachka yozdingizmi? Yozmabsiz? Menga butun dunyoda erkin savobli amallar qilish mumkin. Albatta. Demak, biz kechgacha yana nima sizga mumkinligini ko'rasiz, anglashlaringiz bilan bo'lishasiz. Siz bilan sekin xayrlashamiz. 8 bo'lyapti уже. Har biringizdan kutib qolaman, anglashinglarni bo'lishinglarni, ruxsatinglar ochilishini, qayerlarda полный transformatsiya bo'lganingizda albatta yozib qoldiring, bu hammaga manfaatli bo'lsin. Sog' bo'linglar. Kechgacha sizlarni mumkinliklarda o'qishga xursand bo'lamiz. Yozinglar, nimalar sizga bugun mumkin. Kuninglar barakali o'tsin va 7 kunlik marafonimiz sizni to'g'ri yo'nalishga, nima deydi, kuch yo'nalishga, imkoniyat yo'nalishiga yana ham oson yo'naltirib borsin. Siz har kungi darslarda eshitishingiz mumkin. Demak, birinchi 4 kun sizni e'tibor qilishingizga, resursga olib kirishga bag'ishlangan. Qolgan kunlarda o'sha ongli harakatlarga qaratilgan. Sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar va albatta foydalaninglar.